O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri G'afur G'ulom 1903-yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida tavallud topdi. 9 yoshda otasidan, 15 yoshda onasidan yetim qolgan G'afur avval eski maktabda, so'ngra Rus tezim maktabida ta'lim oldi. O'zbek adabiyoti ravnaqiga o'zining munosib hissasini qo'shgan G'afur G'ulom asarlari kitobxonlar qalbidan chuqur joy olgan. Bilmedim degin, bilmesey nima qilib ishlamay sandrala yuribsan. Ha, ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Adibning Shumbola qissasi tasviriy vositalarga boyligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Qissada Shumbola ya'ni Qoravoy haqida hikoya qilinadi. Qoravoy uydan ketib qolib, o'zining topqirligi, zukkoligi, sho'x-shaddodligi tufayli turli sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Adibning ushbu kitobga jamlangan nasriy asarlarini o'qir ekansiz, bolalikning totli damlarini darbadarlikda o'tkazgan Shumbola yigitning qoni jo'sh urib turgan jo'raning taqdir sinovlariga duch kelishi sirlarini fikrlashga, mushohada qilishga undaydi. Shumbola o'zining sarguzashtlari davomida bir guruh o'g'rilarga, har bir gapga "indan keyin" deb javob qaytaruvchi boyga, giyohvand mullalarga duch keladi. G'afur G'ulomning Shumbola qissasi haqida to'laligicha ma'lumot olishingizda siz azizlarga ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya qilamiz. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor yor, botim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman yor.